911, what's the address of the emergency? My husband's not breathing. He's cold. We had a drink together at 9 to celebrate something at work. 2024-yil 4-mart kuni AQShning Yuta shtatidagi Kamas shahrida 39 yoshli Erik Richins o'z uyining yotoqxonasida vafot etgan holda topildi. Tez yordamni uning rafiqasi Corey Richins chaqirdi. What's your first name? Yeah, let me talk to you here for a second. Let them do their work in there. Dastlab voqea tasodifiy zaharlanish yoki dorini me'yoridan ortiq qabul qilish holatiga o'xshardi. Ammo sud tibbiy tekshiruv natijalari bu taxminni o'zgartirdi. Erik Richinsning qonidan juda katta miqdorda fentanil aniqlandi. Fentanil kuchli sintetik og'riq qoldiruvchi modda bo'lib, uning ortiqcha miqdori o'limga olib kelishi mumkin. Tergovchilarning aniqlashicha, Erikning o'limidan oldin uning rafiqasi fentanilni noqonuniy yo'l bilan qo'lga kiritishga harakat qilgan. Ammo ishdagi eng muhim tafsilotlardan biri Erikning o'limidan bir necha hafta oldin sodir bo'lgan. 2022-yil 14-fevral kuni Corey Erikka ovqat tayyorlab bergan. Prokuratura ma'lumotlariga ko'ra, bu ovqat tarkibida fentanil bo'lgan. Erik ovqatni iste'mol qilganidan keyin o'zini yomon his qilgan, ammo tirik qolgan. Oradan bir necha hafta o'tib 4-mart kuni Erik yana fentanil ta'siriga uchradi va bu safar uning hayoti saqlab qolinmadi. Tergovchilarda tabiiy ravishda savol paydo bo'ldi. Nega Erik Richinsning organizmida bunday katta miqdorda fentanil bor edi? Tergov davomida Coreyning noqonuniy fentanil olishga uringani haqida ma'lumotlar paydo bo'ldi. Sudda Coreyning sobiq uy xizmatchisi ham guvohlik berdi. U Corey uchun noqonuniy fentanil tabletkalarini topib berganini aytdi. Himoya tomoni esa bu guvohning ko'rsatmalariga shubha bildirdi. Tergovchilar yana bir muhim masalaga e'tibor qaratishdi. Bu pul edi. Prokuratura Coreyning moliyaviy muammolari va erining hayot sug'urtasi bilan bog'liq masalalarni qotillikning ehtimoliy sababi sifatida ko'rsatdi. Sud jarayonida Coreyning sug'urta bilan bog'liq hujjatlarni qalbakilashtirgani haqidagi ayblovlar ham ko'rib chiqildi. 2023-yil may oyida Corey Richins erining o'limi bo'yicha rasman ayblandi. Ammo u o'zini aybdor deb hisoblamasligini bildirdi. Bu ishning yana bir g'ayrioddiy tomoni bor edi. Erikning o'limidan keyin Corey bolalar uchun qayg'u va otasidan ayrilish mavzusida kitob yozdi. Tashqaridan qaraganda bu farzandlariga otasining o'limini tushuntirishga harakat qilayotgan ona obrazini yaratardi. Ammo tergovchilar uning eri qanday vafot etganini tekshirishda davom etishdi. 2026-yil boshida Corey Richins ustidan sud boshlandi. Sud jarayonida davlat ayblovi Erikning o'limi tasodifiy bo'lmaganini isbotlashga harakat qildi. Himoya tomoni esa Coreyning aybsizligini ta'kidladi. Sudda tibbiy ekspertlar, tergovchilar va boshqa guvohlar so'roq qilindi. Erikning organizmidagi fentanil miqdori, uning qanday zaharlangani, fentanilning qayerdan olingani va Coreyning bu jarayondagi ehtimoliy roli batafsil muhokama qilindi. Suddagi eng muhim savol bitta edi. Erik Richins fentanilni o'zi tasodifan qabul qilganmi yoki kimdir uni ataylab zaharlaganmi? Davlat ayblovi ikkinchi taxminni ilgari surdi. Ularning fikricha Corey erini avval ham zaharlashga uringan va 4-mart kuni ikkinchi urinish o'lim bilan tugagan. 2026-yil 16-mart kuni hakamlar hay'ati qaror chiqardi. Corey Richins erining qotilligida aybdor deb topildi. U shuningdek erini avvalroq zaharlash orqali o'ldirishga uringani, sug'urta bilan bog'liq firibgarlik qilgani va hujjatlarni qalbakilashtirgani bo'yicha ham aybdor deb topildi. Hakamlar hay'ati qaror chiqarish uchun taxminan 3 soat vaqt sarfladi, ammo sud jarayoni hali yakunlanmagan edi. Keyingi bosqichda unga jazo tayinlandi. 2026-yil 13-may kuni sudya Corey Richinsni umrbod ozodlikdan mahrum qilishga hukm qildi. Bu jazo shartli ravishda muddatidan oldin ozodlikka chiqish imkoniyatisiz tayinlandi. Bundan tashqari erini zaharlab o'ldirishga uringani uchun ham alohida jazo belgilandi. Sug'urta firibgarligi va hujjatlarni qalbakilashtirish bilan bog'liq ayblovlar bo'yicha ham qamoq jazolari tayinlandi. Sud hukmi chiqarilgan kun yana bir sabab bilan e'tiborga tushdi. 13-may Erik Richinsning 44 yoshga to'lishi kerak bo'lgan kun edi. Uning 3 o'g'li esa otasidan ayrilgan edi.
sudda bolalarning otasisiz qolishi va uning kelajakdagi hayotlarida ishtirok eta olmasligi haqida ham gapirildi. Kori Richins esa sud hukmidan keyin ham o'zini aybsiz deb hisoblashini bildirdi. Uning advokatlari sud qarori ustidan yuqori sudga shikoyat qilish jarayonini boshladi. Shuning uchun 2026-yil may oyida Koriga nisbatan birinchi sud hukmi chiqarilgan bo'lsa-da, ishning huquqiy jarayoni hali butunlay tugagan deb bo'lmaydi. Bu ishda eng muhim 3 ta fakt bor. Birinchisi, Erik Richins fentanil bilan zaharlanish oqibatida vafot etdi. Ikkinchisi, sudda Kori Richins erini avval ham zaharlashga uringani va keyinchalik uning o'limiga sabab bo'lgan zaharlanishni uyushtirgani haqidagi davlat ayblovi hakamlar hay'ati tomonidan ishonchli deb topildi. Uchinchisi, Kori Richins 2026-yil 16-mart kuni aybdor deb topildi va 13-may kuni umrbod ozodlikdan mahrum qilish jazosiga mahkum etildi. Bu voqea 4 yil davom etgan tergov va sud jarayonidan keyin oxir hukm bilan yakunlandi. Ammo Kori Richins o'z aybsizligini ta'kidlamoqda va sud qarori ustidan shikoyat qilmoqda.